Assalamu alaykum. Anlayatqanlar Şinjan Yaşlar Ösmürler Nəşriyyatı tərəfindən 1996 yıl 7 ayda birinci qitim nəşr qilingan Tarixi əslima Manas daryasından qaytish. Avtori Savdanub Zahir. Birinci bab Harambaq urushining qisqacha ahvoli. Davomi. 1945 yil 1 ayning 13 kuni partizanlar Harambaqqa kuchini to'plab hujum qilish uchun G'ulja shahridagi to'mirchi ustalarni uyushtirib, zanjirlik traktorni tanka qilib yasashga kirishdi. Bu chivar ustalar traktorning atrofini po'lat taxta bilan qoplab, Bronovik mashinaga o'xshatib, oldiga bir stankovoy pilmot, ikki yon tarafiga pilmotlarni o'rnatgan edi. Sirtidan qarasangiz bu ajoyib bir maxluqqa o'xshab qoladi. Lekin dushman o'qlari bu po'lat taxtadan o'tmaydi. Mana shu yolg'on tankini oldiga silib, partizanlar Harambaqning udulidan hujum qilib, dushmanning oldingi saf pozitsiyasini vayron qilib, bir rota askarni yo'qitib, 19-polkning komandiri Ping Junyini yordar qildi. 1-ayning 28 kuni havo intayin sovuq bo'lib, qish o'z karomatini ko'rsatdi. Bu sovuq odamning jon-jindan o'tib ketadi. Atrof oppoq qor, ko'k muz, tükürgen tükürkler yerge düşükçe toңlap muz bulup qalatdi. Mushundaq açıq soğuk günlerden biri de G'uljadagi her millet xalqi qo'zg'alib, partizanlar bilan birlikte Harambaqdagi düşmanlarga eng oxirgi shiddatli hujumni qo'zg'adi. Keskin jang va cho'ng ilishlardan keyin düşmanning Liangshan butxonasidagi mudofaa o'rinlari partizanlar tarafidan ishg'ol qilindi. Gomindan 21-polkining komandiri Jiang Xuanchuan Jangda partizanlar tarafidan etib o'ldirildi. Qolgan dushmanning bir qismi Harambaq gazarmasi ichiga, nahayati az qismi Aydurumga qochib kirib oldi. 1-ayning 29-30 kunlari partizanlar kuchini to'plab Harambaq va Aydurumga birla vaqtda orqa-orqadan shiddatli hujum qildi. Dushmanning o'q-dora, ozuq-tuliki tugab, askarlarni ruhi tushib, o'lidigini o'lib, ba'zilari yordar bo'lib, Qurolliq kuchi son jihatda nahayati az qolgan edi. 1-ayning 31 kuni muhosiradagi Gomindan qo'shinlari bu ikki tayanch bazadan voz kechib, Dadamtu, Pilichxon tarafni bo'ylab, yuqori Panjim orqali Achal davani tarafga qarab qochmoqchi bo'lib yo'lga chiqdi. Qochgan dushman Pilichi tog' jilg'isiga yetib kelganda, G'ulja otliq partizanlar cho'ng atritining bir sho'ba atriti Düşmanning oldidan to'sib, ularning qachish yo'lini o'zib tashladi. Bu cho'ng atrofning qolgan ikki sho'ba atriti Suydong partizanlari bilan birlikda dushmanlarni to'rt tarafdan tog' jilg'isi ichiga qorishib oldi. Partizanlar qo'mondonlik shtabining bu o'rlashtirishi xili burunla muosiradagi dushman ahvolini kuzatib, ularning qachish yo'lini mo'ljarlab o'rlashtirgan edi. Dushman bu qo'rshovdan qochib chiqish uchun o'lar terilishiga qarmay qarshilik qilib, hayot qilishga tirishib ko'rgan bo'lsa-mu, qo'rshovni bo'sib chiqishga uringan har bir hujumi partizanlar tarafidan qaqshatqich zarbiga uchrab, chekinishga majbur qiladi. Oxirida dushmanlar ichidagi Gomindanning G'uljada turishliq qismining bosh qo'mondoni Du Defu, muavin bosh qo'mondoni Sauriling, 19-polkining komandiri Ping Junyi qatorliqlar taslim bo'lishga qarshi chiqib, o'zini o'ltirib oldi. Qolgan dushmanlar qo'mondonlikdan ayrilib qolgachqa, partizanlarga taslim bo'lishga majbur bo'ldi. Harambaq bilan Aydurumni ozod qilish urushi 84 kun davom qildi. Bu oraliqda miltiq ovozi bir kunmi uzilib qolgan emas. Dushmanning bu 3 tayanch bazasini tarmar qilish janglarida dushmanning 7-800 odami yo'qolib, 3700 dan ortiq odami bu san Harambaqqa kirib olgan fuqarolarni o'z ichiga oladi. Asirga ilindi. 200 dan ortiq miltiq, 98 dona ig'ir yenik pilemot, 2 dona zint top, 5 dona minamyot, 16 mashina, 10 necha aeroplan g'animat ilindi. Harambaqdagi urushda partizanlar va urushga o'q-dora to'shib bergan amma bo'lib, 100 dan ortiq odam yordar va qurbon bo'lgan edi. Harambaq qatorliq joylardagi urushning g'alabasi Ili inqilobining istiqbolini belgilaydigan hal qilg'uch g'alaba edi.
Bu g'alaba har millat xalqining eli inqilobiga bo'lgan zo'r ishonchini oshirdi. Dushmanga qarshi janglarda partizanlar qurbon berishdan qo'rqmay, baturlik va qaysarlik bilan jang qilib qolmay, fuqarolarni mo safarbar qildi. Ular partizanlar bilan yaqindan moslashib, ayol, yosh qari demasdan urushga qatnashdi. Ba'zilar miltiq tutib dushmanga o'q atdi. Ba'zilar nayzi bilan tamtishib, miltiq tutganlarga yaqindan moslashdi. Ba'zilar o'q dora to'shidi. Ba'zilar dushmanni qorshab yotgan partizanlarga non to'shib berdi. Ba'zilar yordamlarni davolaydigan hamshira sifatida yomg'irda tushayotgan dushman o'qidan qo'rqmay, yordamlarni to'shib qutuldirdi. G'uljini ozod qilish, bo'libmi Harambaq qatorliq joylarni ozod qilish urushi jarayonida har millat xalqining qahramon o'g'il qizlari texi ichilmagan g'unchlar o'zlarining ko'kraklarini baturlarcha dushman o'qlariga tutib, ozodlik uchun, xalqning qalbiga mangu o'chmas ham mangu unutilmas xotirlarni tizib, qahramonlarcha qurbon bo'ldi. Shu urushlarda hurmatga sazovor bir turkum qahramonlar maydonga kelgan edi. Bularning ichida eli Uyg'ur qizlarining ichidan chiqqan shafqat hamshirasi Rizvangul menda unutuluqsiz ta'sirat qoldirgan edi. Bunda qahramonlarning nomi xalqning qalbida mangu o'chmaydi. Amdila 17 yoshga kirgan Rizvangul 1944-yil 11-oyning 9-kuni o'z ixtiyori bilan partizanlar safiga qatnashgan. U shafqat hamshirlik vazifasini o'tab, yordamlarning yarısini tengish, yordamlarni doktorxonaga ilib berish, bo'libmi dushmanning mo'ldirdek yig'ayotgan o'qlariga qaramay, yordamlarni qutuldirib, o'lim girdobidan yondirib kelish qatorliq ig'ir vazifalarni ajoyib qahramonlik bilan o'rindigan. Og'riqlarning azobiga o'zining muloyim gap so'zlari bilan aram berib kelayotgan yosh g'uncha edi. 1945-yil 1-oyning 13-kuni tong sahar. Havo odatdan tashqari sovuq edi. Partizanlar Harambog'dagi qamilib qolgan dushmanlarga yana bir qatim shiddatli hujum boshladi. Dushman o'zlarining mustahkam istehkomlariga tayinib, pilimot va miltiq bilan partizanlarga dahshatli o'q yog'dirdi. Chunki ular oxirgi qatim jon talishayotdi. Bu chog'da Harambog'ning shimoliy tarafidagi Shohojining beg'i tarafda bizning dushmanga qarshi qaqshatquch zarba berayotgan partizanlardan Habibullah Xali o'g'li Tatar, Anatoliy Olinikov Rus, aka-uka Nazim Tavakkul to'g'ri ko'riklik, Abdurahim Aydunluq qatorliq balalarga o'q tegib yiqildi. Bu hayot mamatliq paytda Rizvangul dushmanning mo'ldirdek yig'ayotgan o'qlarga parvo qilmay, Shohoji beg'ining pakar temidan ortilib tushib, yordamlarni qutuldirish uchun barliq kuchi bilan yugurib bardida, yordamning birini ilib keyniga yenishiga tuyuqsizla dushman tarafdan etilgan bir o'q o'rniga tekkan edi. U keyniga qayrilib qaramoqchi bo'ldi-yu, qaray olmadi. O'q tekkan yeridan qon nayti ko'p yiqayotgan bo'lsa-mu, u tishini tishlab o'z-o'ziga g'ayrat berib, ming bir mushaqqatda yordamni so'rab, o'milginicha panohliq joyga keldi-yu, o'zi shu yerdala yiqilib qoldi. U nihoyatda holsizlanib ketgachga yuragi so'qishdan to'xtagan edi. U baturlarcha qurbon bo'ldi. Uning komandiriga qarab, ochiq turgan cho'lpandek ko'zlari uning aytolmay ketgan arzu-armonlarini tilsiz ifodalab turardi. Uning o'limi sharafli o'lim edi. Rizvangulning qahramonlik ishlari darhol boshqa partizan atratlariga tarqalib, xalq orasida ajoyib cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Keyingi vaqtlarda Rizvangulning ish izlari Uyg'ur xalq qo'shoqchilari tarafidan naqsha qilib aytilib, partizanlar va milliy armiya jangchilari hamda xalq orasida keng tarqalib, komandir jangchilarga intayin zo'r ilhom bergan edi. Bu urushlarni eslaganimda ko'z oldimda vaqtsiz to'zib ketgan g'uncha Rizvangulning ochiq qolgan cho'lpandek qop-qora ko'zlarini qayta ko'rgandek bo'lamanda, yuragimga biri pichoq tiqayotgandek azoblanaman va ashundoq batur Uyg'ur qizlaridan mangu faxrlanaman. Keyin Rizvangul haqida sobiq Sovet ittifoqi Qozog'istondagi Quddus Xo'jamyorov degan atoqli Uyg'ur kompozitori bir simfoniya ishlab, butun Sovet ittifoqi bo'yicha shuhrat qozongan va ashu simfoniya uchun Stalin mukofotiga erishgan edi. Yana shunimi alohida tilga ilishga arziydi-ki,
Nilqa Qarasu urushida qahramonlarcha qurbon bo'lgan Qozoq millatining qahramon o'g'loni Akbar Batur Uch viloyat inqilobi tarixidagi chaqnab turadigan qahramonlarning biri. Akbar Batur o'z inisi Seyit bilan Nilqa tog'larida Gomindanga qarshi tunji inqilob o'tini tutashtirgan. Bu uch qarindosh Nilqada Fatih Muslimov, G'ini, Hamid, Baychorin, O'shur, Osman qatorliqlar bilan partizanlarni tashkillab, barliq ili viloyatining nahiyalariga inqilobni kengaytgan qahramonlar edi. Her millet xalqi Akbar Batur ve inisi Seyit Batur'un qahramonlik izlerini eslaydi. Ularning inqilobga qo'shgan töhfasini mangu unutmaydi. Keyin uch viloyat vaqtliq hukumati tarafidan Akbarga xalq qahramoni degan sharafli nom berilgan edi. Menga G'ulja shahridagi urush tugab besuqcha ota-onamni va oilamni yo'qlab chiqish imkoniyati bo'lmadi. Ularning ahvolini uqolmadim. Arambaq urushi tugagandan keyin Töpüdenge ata-onamni yo'qlab bardim. Ularning salomat turganligini ko'rib, nihoyatda xushal bo'ldim. Lekin heliqi kuni, ya'ni 11-oyning 6-kuni saharda men G'ini akamlar bilan chiqib ketgandan keyingi ahvollarni bilishga bak oldirdim. Shunga o'zaro tinch amallik so'rashgandan keyinla dadamdan ashu kunki biz ketgandan keyin yuz bergan ishlarni so'radim. Dadam saqlini silab birdam sukut qilib turgandan keyin ko'zlarini bir nuqtaga tikdida tuvandagi ahvollarni menga so'zlab berdi. Biz chiqib ketgandan keyin ikki cho'ng mashinada siriq chapan kiygan siriq pochaq Gomindan askarlari mahallaga kelib, partizanlar tushgan qo'rolarni aqtirib, ba'zi uy egalarini bog'lab ilib minibdi. Shu qatorda bizning qo'roga kirib, dadam bilan Toyir akamni bog'labdi. Bizning qo'roda bir tungan buvay qo'shna o'ltiratdi. Iliqi tungan buvay bilan ayoli Xanzucha so'zni bilgachga Gomindan askarlarga yalvorib, bu buvayda gunoh yo'q, yavash odam. Saharda bir top otliqlar darvozaga kelib, darvozani chapsan ochmasang o'ltirmiz deb qo'rqitdi. Buvay ularning kimligini bilmaydi, ham ularni tonimaydi. Amalsiz darvozani ochdi. Ular qo'roqqa kirib, ozroq ussizlik ishdida yana chiqib ketdi. Sizlar bu buvay bilan o'g'ilni qo'yib beringlar deb yalvorgandan keyin Gomindan askarlari dadam bilan akamni qo'yib beribdi. Bizning Emin Qassob degan bir gavdilik saqalliq qo'shnimiz bor edi. Ularning qorosida lapas bo'lmaganlikdan aeroplanda osmondan etilgan o'q partizanlarning bir itiga tegib o'lib qolgan ekan. Buni ko'rgan Gomindanchilar gap so'z qilmayla Emin Axun akini bog'lab mashinaga silib akitibdi. Keyin shaharlik saqchi idorasi ozod qilinganda shaharlik saqchi idorasining hojatxonasiga tashlangan begunoh nurg'un jasadlar ichidan Emin Qassobning ikki qo'li orqaga bog'langan holda yotgan jasadini tonilib yerligida qo'yibdi. Gomindanchilar qochadigan chog'da turmada yotgan begunoh nurg'un odamlarning qo'llarini bog'lab, terik bo'yicha hojatxonaga tashlab ketgan ekan. Nurg'un odamlarning jasadi shaharlik saqchi idorasi hojatxonasidan suzulangan edi. Dadam shu gaplarni so'zlab berayotganda ko'zidan oqqan ochiq yoshlar oppoq soqollarini bo'ylab tushayotdi. Menimmo bu gaplarni anglab, ichimni bir narsa tatlagandek bo'ldimda, ko'zimdagi yoshlarni aranlab to'xtatib oldim. Keyin bu ahvollarni G'ini akamga so'zlab berdim. G'ini akam anglab qattiq ichindi va yo'g'on mushtlarini chang tugib, tishlarini g'uchuriltib qo'ydi. Men Nilqa partizanlarining G'ulji shahriga kirish planlarini keyinroq tafsiliy uqdim. Asli ish mundaq ekan. Nilqa partizanlari G'ulji shahriga kirish uchun 3 atratga bo'linib, birinchi atrat boshlig'i Akbar, ikkinchi atrat boshlig'i G'ini, uchinchi atrat boshlig'i Ivan degan rus bo'lib, bular 11-oyning 6-kuni G'ulji shahar atrofida belgilangan joyga birli vaqtda yetib kelmoqchi ekan. Lekin 6-kuni partizanlarning ikkinchi atrati, ya'ni G'ini akamning atrati belgilangan joyga yetib keladi. Qolgan 1-chi, 3-chi atrat belgilangan vaqtda yetib kelolmaydi. Bu chog'da 2-chi atrat to'pidan tarafdan kirib, Fatih Muslimovning onasi va ayolini qutuldirib olib, shu kuni kechda 1-chi, 3-chi atratlar bilan uchrashibdi. 1945-yili 1-2 oylarda G'uljida shahar yezilaridan kelgan partizanlar ichidagi yoshlar va yangidan qo'shilgan fidoyilar bilan rasmiy tashkillik politlar
qurilishga boshladi. Rasmiy askarlikka tizimlash ilib berildi. Partizanlar ichidagi yoshlar o'z ixtiyorimiz bilan tizimlatdik. Askarlarni tizimlayotgan tugmanchiga o'xshaydigan 40 yoshlar chamizdagi bir ro'z menga navbat kelganda, "Eting nima? Zohir, dadani eti Nizomiddin. Undaqda familiya Savdanov, necha yosh kirding? 24 yosh. Millatdan Uyg'ur" degan savol javoblar bilan meni tizimlab bo'ldi. Keyin otliq divizionga avatdi. Rasmiy batalyonlarga tizimlik tushganda mening familiyam Savdanov emas, Savdanov deb yozilib tushibdi. U vaqtda tizimlik ruscha tizilatdi. Men surishtirsam, ular tizimga Savdanov deb yozibdi. Harf almashib qapti. Kerak yo'q, dedi. Shuningdan buyon menmu shundaq Savdanov deb qo'llanib kelyapman. Men dastlabda divizionning katibi, keyin shtab boshlig'i bo'ldim. Bizning bu otliq divizion Gomindan yangi askarlari turgan cho'ng iskilatda turdik. 1945-yil 4-oyning 8-kuni Milliy armiya muntazam qismlari qurilganda, boshqa qismlar qatorida G'ulja 4-piyoda zapas polik qurilib, polik komandiri Qiyumbey Xo'ja bizning yangi qurilgan G'ulja piyoda 4-polikning komandiri bo'ldi. Bizning burunqi otliq divizion 4-zapas polikning 3-batalyoni bo'lib o'zgartirilib, burunqi komandir Ablimit boshqa xizmatga yo'tkilib, o'rniga batalyon komandiri Dogan Sofiyov Isamiddin bo'ldi. Polikning 1-batalyon komandiri To'xtu Mamatov bo'lib, ular ekspeditsiya qurosida turdi. Polikning 2-batalyon komandiri dastlabda Shigilov degan Aqros edi. Keyin Nurmamat Bakiyov batalyon komandiri bo'lib Suv darvozasida turdi. Bizning 3-batalyon burunqi cho'ng skilatda turaverdik. Polikning batalyon komandiri bo'lgan bolalar asli G'ulja shahrining bolalari bo'lib, ular burun Sovet ittifoqiga chiqib ketib, u tarafda xilib bir mezgil harbiy ta'lim-tarbiya ilib kelgan. Bu bolalarni general Falinov G'ulja shahriga kirganda o'zi bilan birga akelgan. General Falinov Aqros G'ulja shahridagi urush mezgilida Sovet chegarasidan o'tib G'ulja shahriga kelib, urushga qo'mondonlik qilgan. Dastlabda Milliy armiyaning bosh qo'mondonlik vazifasini o'tagan edi. Polik oldingi safga borgacha men shu gazarmada yanila shu batalyonning shtab boshlig'i bo'lib turdim. 1945-yil 2-oyning boshlarida Ili viloyatidagi Jing noyasidan boshqa barliq noyalar to'liq ozod qilindi. 1945-yil 5-oyning boshlarida bizning 3-batalyonga bir kuchlik yangi otliq rota qo'shildi. Bu rota kelgandimi, men shu otliq batalyonning shtab boshlig'i edim. Ular jami 96 kishi bo'lib, bu rota ichida bir ayol bor edi. U bo'lsa-mu, rota komandiri Sopaxonning ayoli Tuxan edi. Bu rotadagi askarlarning kiygan kiyimlari Gomindanning formasi. Sur chapanlar, ayollardimi sur goja o'ralgan. Shapkasidagi Gomindan belgisini yo'lib ilayotgan o'rni ko'rinib turadi. Bularning ichidagilardan oz sondagilar qimor o'ynashdek yomon odatlarni o'rganib olgan edi. Men pat-pat tekshirib kirib, ularning yotqidan qarta, o'shoq, duduiza, boshqa yana bir necha xil o'yinning etini bilmayman. Larni musodir qilib elib olatdim. Keyin bularga inqilobiy qo'shinda bundaq qimor o'ynash ruxsat qilinmaydi deb tarbiya berish orqali bu odatlarni tashlatqizdik. Az kundan keyin bularga Milliy armiya komandir jangchilarining kiyim formasi tartib berildi. Lekin bu rotaning qurollari xil bo'lib, bular diskliq diktor pilemot, tanka atar, o't chachar miltiqlar, yangi 5 atar miltiqlar bo'lib, Shingish Sayning Sovet ittifoqidan olgan qurollari edi. Bular asli Maytaqda turishdiq Gomindanning milliy otliq rotasi bo'lib, komandir Sopaxon boshchiligida Gomindanga qarshi isyon ko'tarib, Maytaqdan chiqib tog' aralab, bir tarafdan Gomindan bilan urushib, bir tarafdan olg'a ilgarilab, Qiziltur orqali Bo'rtaladagi partizanlarga qo'shilgan edi. Keyin bular G'ulja shahriga kelganda, vaqtliq hukumat ularni qizg'in qarshi elib, butun rota bo'yicha 4-polikqa qo'shib, bizning 3-batalyonga o'ralashtirdi.
Keyin bizning 4-polik oldingi saf jang tarafga minish oldida Sopaxunning otliq rotasi G'uljida, ya'ni cho'ng iskilatda qilib, Janubiy Shinjongga yurish qilish tayyorligini ishladi. Keyin 7-oylarda bu rota janubga yurib ketdi. Sopaxun rotasidagi yo'ldoshlarning bir qismi urushda, Aqto'pay urushida qurbon bo'lib ketdi. Hayot qolganlardan hozir esimda qilishcha polkovnik Sopaxun, sobiq Qumul sho'ba harbiy rayonining muavin qo'mondoni Sultan Mahmud, sobiq Janubiy Shinjong harbiy rayonining muavin qo'mondoni Turaq Ismoil, Qizilsuv Qirg'iz oblastining sobiq muavin boshlig'i Sidiq Hoji, Aqsuning sobiq muavin valisi bo'lgan Umarjon, bulardan boshqa shu urushlarda bo'lgan xili nurg'un yo'ldoshlar ilmi hayot. Bu rotadagi barliq komandir jangchilarning 3 viloyat inqilobi qo'shgan tuhfasi tarix saytida hargiz unutilmaydi. Birinchi bob tugidi.